Men umniyman, men go'zalman, chiroyliman degan ayollar qanaqa bo'lar ekan? Men chiroyliman, men chiroyliman, men chiroyliman. Kim chiroyli? Men chiroyli. Arzongaru kurslarga qo'shilib, pul ayab, o'zidan ayab, lekin qimmatbaho kiyimni kiyib yuradigan ayollarga necha baho? Haqiqatdan seryozni, o'zini ishini ustasi va qimmatbaho dars beradigan, darsini eplab qo'yadigan, darsiga 100% javob beradigan insonlarning gaplariga, kurslariga pul ayab, ko'chada lavash burger yeb yuradigan ayollarimizga necha baho? O'zlarini eng arzon, eng sifatsiz dietok yoki trener yoki mutaxassislarga qanaqa bo'lsa ham mutaxassislarni 50 milliy, 100 milliy, 150 milliy kurslariga qo'shilib hech vaqoni o'rganmagan ayollarimiz. Qachon o'sishni boshlaysizlar? Qachon o'zingizlar uchun normal summa tikib, qachon o'zingizlar uchun kerakli bo'lgan aynan kuchli mutaxassislardan bilim olishni istaysizlar? Ana o'shanda o'sasizlar. Qachon shunaqa holatga kelasizlar? Haqiqiy manaman degan ayol tekinga bir so'm pul sarflamasdan ham uyda o'tirib ham YouTube orqali eng yaxshi mutaxassislarning kanallariga obuna bo'lgan holatda o'zlariga juda ham kerak bo'lgan ma'lumotlarni olib, o'zlarini usullarda ishlab, dono fikrlovchi, mustaqil fikrga ega va insonlar bilan hamisha xushmuomalada, chiroyli muloqotda, tabassum bilan gaplashishni o'rganishni boshlagan ayol qolgan ishlarida qanaqa holatga keladi deb o'ylaysizlar? Lekin har bir narsani pulga chaqadigan, o'rnidan turishni istamaydigan g'iybatchi o'rtoqlarini safsatalariga, gaplariga ishonib, oilasini ham, o'zini ham, har bir ishini ham hech narsada halovati bo'lmaydigan ayollarimiz bilib qo'yinglar, hech qachon o'smaysizlar. Qachon atrofinglardagi kerak emas, g'iybatchi, yomon o'rtoqlaringlarni chiqarib tashlaysizlar, har bir sizlarga qadrli bo'lgan har bir daqiqanglarni, vaqtinglarni o'qishga, bilimga, trenirovkaga, go'zallashishga sarflayotgansizlar, hayotinglar o'sha bo'yi tezlashib, o'shanaqa go'zallashib ketaveradi. Birinchi o'rinda sog'lig'iga juda ham qattiq e'tibor beradigan odam, o'zi bilan mashhur bo'lgan odam atrofida har doim u bilan mashg'ul bo'lishni istagan insonlar ko'payadi. Men psixolog emasman, lekin necha yildan beri ayollar bilan ishlayverib, odam psixolog bo'lib ketar ekan. Ну да. Селезнёва. Хочешь-не хочешь, darslarimizda qatnashib, maslahatlarimizga inobatga olgan ayollarimizda juda ham katta o'zgarishlar bo'lgan. Lekin bir oy kelib, o'zidan pulini ayab, ikkinchi oy kelmay, shu bilan necha yillar o'tib o'sha ayollarni ko'ramiz, hali ham o'shanaqa holatda yurishgan bo'lishadi. Lekin orada ular necha mingta dietologlar, nimalar dorilar ichlashagan bo'lishmaydi. Keyin meni yonimda shug'ullanib yurgan go'zal ayollarni ko'rib havas qilishadi. Nega ular bunaqa bo'lib ketdi ekan deb раздражение bo'ladi. O'zgarish bo'lmaganligi uchun ularda shunaqangi yomon holatlar bo'ladi. Insonlar sabr qilish kerak. Har bir narsani qiyinchilik bilan erishasiz. Hech narsaga olma pish, og'zimga tush deb erishib qolmaysiz. Har bir narsaga har bir vaqt harakat qilib erishsa bo'ladi. 5 mahal namozingizni ham o'qiy olasiz, uyingizni ham tozala olasiz, oilangizga ham e'tibor bera olasiz, o'zingizni ham eplay olasiz. Men 3ta tug'ganman, qila olmayman, bolalar bilan ovoraman degan gap safsata. Mana ishlayapmiz, o'qiyapmiz, uyimizni ham eplayapmiz, oilamizni ham eplayapmiz, bola chaqamizni ham eplayapmiz. 5 mahal namozimiz ham joyida, alhamdulillah. Harakat qilinglar, hammasi o'xshaydi.